Hammaga salom do'stlar. Mening ismim Morgan va yangi videoga xush kelibsizlar do'stlar. Sizlarga obuna bo'lishni tavsiya qilaman, chunki yaqinda bu kanalda juda ham zo'r video chiqadi va o'tkazib yubormasligingiz kerak. Undan tashqari yomon xabarlar meni fermamga qandaydir kasallik tekuniga o'xshaydi, chunki kartoshka yaxshi o'syapti, bug'doy esa yo'q. Bilmadim nima qilishni. Bu juda ham og'ir ahvol va endi shu yerda nimadir qilishimiz kerak bo'ladi. Chunki bug'doy meni asosiy daromad manbaim edi. Shuning uchun menga ko'p oylik berishardi. Endi esa kartoshkaga o'tishga to'g'ri keladi. Kartoshkani juda ham ko'p ekish kerak bo'ladi. Kartoshkadan ham xuddi bug'doychalik pul ishlash uchun. Lekin mayli, iloji yo'q, nima ham qilardik? Shu bilan shug'ullanamiz. Tak. Lekin bug'doyni bilmadim. Biror nima qilmasak bo'lmaydi. Baribir buni qaranglar. 3 tasi o'sib chiqib turibdi, qolgani esa yo'q. Nima ham qilardik? Chidaymiz. Tak, qo'shni o'sha yerga qarab turibdi, o'rmonga, bilmadim nima uchun uzoqqa qarab, xuddi ana bu TikTokdagi memdek. Bir pingvin prosta tak tog' tomonga yurib ketyapti. Mana bu yerda esa nimagadir ferma buzilyapti. Salom janoblar, salom. Mana bug'doy va kartoshka yaxshi. Nimaga noto'g'risida juda ham buzilib yotibdi. Sabzi fermasi. Shuni senga aytmoqchi edim. Menga shunga qarab qo'ygin. Qarab qo'yay, lekin meni ishim bor. Yo'q, endi shunga bir qarab qo'y. Xo'p, mayli. Jennerson o'zim qo'chaman degan narsamga tutildim. Hozir endi birovni fermasiga ham qarashimga to'g'ri keladimi? Men xohlamagandim bunday bo'lishini. Mayli, nima ham qilardik, ilojimiz yo'q. Davay kelinglar, terib olamiz. Yaxshi va ekishni boshladik. Mayli, tuzatibmizda nima ham bo'lardi? Shunchaki bu tarafdagi Jizel fermer yo'qdir yoki o'yinchi qaraydim bu fermaga, bilmadim. Mayli, hozir olib borib beramiz. Issiqxonalarni yomon ko'ramanda, kirish chiqish qiyin. Xo'sh, mana shuncha sabzi chiqdi. Ushlashingiz mumkin. Aytgancha nima qildi o'zi fermaga? Bilmasam, egasi yo'qolgan. G'alati. Xo'sh, yo'q, hech narsa, men ketdim undan. Rahmat oylik uchun. Xo'sh. Bo'ldi do'stlar, mana bu zo'r narsa bo'ldi-da. Oyligimizni berishdi. Mayli. Anchadan beri kutib yurganim oylikni. Ajoyib. Tak, ketdik. Xo'sh. Yana bitta bug'doy o'sib chiqishga ulguribdi. Jennerson, yomon ko'raman bu fermani. Nima uchun normalni o'smaydi hech narsa? Mayli, tak, buni qayerga ketkazmoqchi edim. Xo'sh, buni olamiz. Telefon. Tak. Xabar yozishibdi-ku. Xo'sh, nima? Bo'lishi mumkin emas. Qanaqasiga? Yo'q, xullas menga kelgan xabarga ko'ra, bir jinoyatchi qochib ketibdi ekan. Dahshat do'stlar, dahshat. Bizni qishloq atrofida yana ehtiyot bo'lishga to'g'ri keladi. Men xohlamagan bo'lardim jinoyatchi kelib qolishini. Tak do'stlar, nima uchun pullarimiz ko'payib ketyapti? Yo'q, bu yaxshi, lekin ularni qo'yishga menga joy kerak va kravat tagida xuddi kinolardagidek yashirsa bo'ladigan joy qilmoqchiman va menga bunda albatta sandiqcha kerak bo'ladi. Mana shu sandiqchani olamiz. Tak, bizga tosh kerak. Toshni ham olamiz va bunda hozir tak, sandiq qo'yish uchun kravat tagida. Aytgancha do'stlar, kim avvalgi qismni ko'rmagan bo'lsa, men uyim tagida podval bor ekan va mana shu podvalda bir Jizel yashab yurgan ekan. Video boshida ko'rsatgandim-ku, o'rmonga qarab turgan Jizel aynan shu uyim tagidan chiqqan bo'ladi. Unga keyin uy ham qurib bergandim. Tak, mana bu yoqqa va bo'ldi. Sandiqning ichidagi pullar yig'ilish uchun bo'ladi va kerak vaqtda olib ishlataman. Yaxshi. Tak, mana bu yerdagini oldim. Xolodilnikda bir dona olma qolibdi. Yaxshi, demak mana buni olishim mumkin. O'zim shunchaki ishlatishim uchun, chunki hozir ovqat olib kelishimiz kerak bo'ladi. Yaxshi, bu yoqqa va bu yoqqa. Ajoyib. Endi yana nima bo'ldi? Boshqa oladigan narsamiz qolmadi. Endi esa bularni olib borib topshirib kelamiz. Ketdik do'stlar. Xo'sh. Soat ham 11 bo'lib qolibdi. Jizel, menga har doimgidek oladigan narsalarimni bersang, tayyorlab qo'ygandim kakras. Yo'q, ajoyib baliq ham zo'r. Svejniy bugun olishgan. Qo'yil. Yaxshi, hozir boramizda baliqlarni tayyorlaymiz. Do'stlar, qanchalik qornim ochib ketdi-ya. Jizel qarang, o'rmonga qarab o'tiribdi. Bilmadim bu yerda nima ko'rdi ekan, lekin juda ham qiziqayotgani aniq. Tak, hozir ovqatlanishni boshlaymiz. Qani baliqni isitib olaylik-chi. Bir donasi yetadi, qolgani kechroq. Tak, nima uchun ishlamayapti, tushunmadim. Nima? Bo'lishi mumkin emas do'stlar. Bu nimasi? Nimaga yangi mikrovolnovkam ishdan chiqdi? Bo'lishi mumkin emas. Axir o'zingiz bilasizlar, bir necha video avvalgina sotib olgandim xolos. Nima uchun gaz plitada tayyorlashni istamayman? Duxovkani hidi chiqib ketadi hozir. Tak, balki usta chaqirsamkin, menda bittasini raqam bor edi. Hozir xabar yozamiz. Tak, salom, mening ismim Morgan. Men 10-qishloqdagi 26-uyda yashayman. Meni tak, hozir mikrovolnovkam ishdan chiqdi. Iltimos kelib ko'rib bering. Bo'ldi, xabarni yubordim. Endi esa kutish qoldi xolos. O'qidi. Yaxshi, tak. Hozir kelaman deb yozib yubordi. Ajoyib, qishloq atrofida yurgan bo'lsa kerak-da yoki bilmadim, qishloqdan keladimi, hayronman. Umid qilamanki tezroq, chunki qornim ochib ketdi yoki yeyishga to'g'ri keladimi nonni o'zini. Menimcha Nima?
Hay, men ustaman. O, salom janob usta. Salom. Xo'sh, mikrofon ko'rishga keldingizmi? Ha, siz Morgan-a? Ha, men Morganman. Yaxshi. Mana bu yerda. Ha, yaxshi. Yaxshi. Nima? Yaxshi deyman. Xo'p, mana bu yerga chiqsam maylimi? Ha, yaxshi. Nima? Xo'sh. Yaxshi. Yomon. Nima? Yomon deyman. Nima bo'libdi? Buzilibdi. Ha. Tuzatish qimmat bo'ladi. Puliga yangi olganingiz ma'qul. Yangi olganim, ha, xuddi shunaqasidan beradi, $200. Stop, nima? $200? Nimaga unday buzilgan? Shunchaki tushib ketgan. Ha, ichida chil bo'lgan narsalar, mikrosxemalar degandek. Siz tushunmaysiz ularni. Shunga menga quloq soling. Ha, mayli, men ketdim. Bo'pti. Ha, zo'r. Kim tushirib yuborgan bo'lishi mumkin? Uyda bir o'zim bo'lsam, yoki hali uyim tagida anavi jitel yashab yurgan vaqti, yo'q vaqtimda chiqqanmikin ishlatish uchun. Bo'lishi mumkin. Mana ajoyib, endi duxovkada tayyorlashga to'g'ri keladi. Fu, qora tutunlar chiqib ketdi srazu. Tak. Yo'q, vitishka ishlamaydi chunki biz Minecraftdamiz va mana yana qo'shimcha ikkinchi baliqni ham tayyorlaymiz. Qoyil. Bo'ldi, butun uy qora tutunga to'ldi. Ha, yaxshisi mer ko'rmasin, aks holda yana havoni buzyapsan deydi. Umuman ishlamas ekan, faqatgina ishlamaydigan mebel sotishadi. Qo'yil, eshikni ochib qo'yamiz. Hech bo'lmasa shunday chiqsin hidi va bo'ldi, ikkita baliq tayyor bo'ldi, lekin qanaqangi narx bilan juda ham og'ir uyni ichi sasib ketdi. Endi ishtaha ham bo'g'ildi, mayli joyiga solib qo'yganim ma'qul. Xomligicha yesam bo'lar ekan. Havo yetishmayapti menga endi. Yo'q. Tak, bo'ldi. Hoziroq do'stlar, yangisini olib kelaman. Menga baliq kerak emas, boshqa. Bo'ldi. Tak. Qanchalik yaxshi toza havo, chinsin ovozim ham srazu o'z joyiga keldi. Aks holda og'zimni to'ldirib gapirayotgandek his qilinayotgan edim o'zimni. Tak. Xo'sh. Hey, jitel sotuvchi, mebel sotuvchi. Yangisidan kelibdimi? Ha. Olmaysanmi? Qancha turadi? 500. 500? Aqlozgamsiz? Yo, menga 200 ga eskisini bera qoling. Aha. O'zi nima qiladi bu? Zo'r narsa qiladi. Zo'r narsa qilarmish. Mayli, eskisini olaman, oling. Yaxshi. Tak, buni olaman. Mayli, yaxshi kunlarga ishlat. O'zi nimaga buzilishi mumkin bu? Buzilmaydi, bu juda ham yaxshi. Yo'q, meniki buzildi. Tushirib yuborganmiding? Ha, qayerdan bildingiz? Chunki bu juda ham zo'r narsa, faqatgina tushib ketsa buziladi. Bo'ldi, tushundim, rahmat. Qo'yil. O'yimaya. Loh. Aha, ustimdan kulgani qolgan endi mebelchini. Qo'yil do'stlar, mana endi buni olib boramizda o'rnatamiz. Ortiqcha xarajat yoki balki mebelchini o'zi uyushtirganlar, yangisini sotib olishim uchun qimmatroqni, lekin esa men eskisini sotib oldim. Bo'lishi mumkin, lekin zo'r do'stlar. Mayli, endi buni nima qilamiz? Bilmadim. Ha, mayli, vaqtinchalikka tashlab yuborsammikin? Yo'q, jalka qandaydir, baribir axir ancha pul ketganda. Mayli. Pul ustiga pul xarajat qilishga to'g'ri kelyapti. Minecraftda ham, real hayotda ham yashab bo'lmaydigan bo'ldi do'stlar, afsus. Tak, baliqni yemagim kelmayapti, hech bo'lmasa uydan yo'q, hidi ketmabdi. Tomdan nima ovoz chiqyapti? Yana shu tomni tekshirmasam bo'lmaydi. Ertalabdan kechgacha taqir-tuqir yoki mushuklar kirib bo'lgan yoki kalamush. Tak. Nima tomda bizda yo'q, chirdak bormidi? Yo'q do'stlar, bunaqasini kutmagandim. Agarda ham podvalimiz ham ichirdagimiz bo'ladigan bo'lsa, zo'r-ku, bu uyni qimmatga sotsa bo'ladi va yaxshiroq qo'shnilar yashaydigan joyga o'tishim mumkin bo'ladi. Uyim tagida, yo'q, chiqolmayman-ku. Ikki bo'lishgan parkovchi, Morgan org'a va nima? Tak, bu yerda qanaqadir upakovkalar, qanaqadir hujjatlar bo'lishi mumkin emas. Nima, men yo'q vaqtimda bu yerda yo'q do'stlar, iltimos menga aytmanglarki, yo'q vaqtingda Morgan bu yerda yana kimdir yashagan deb. Men buni ko'tara olmayman. Yo'q do'stlar, ana yerda qanaqadir shkafni ko'ryapman. Bu yerda temir turibdi. Hozir shkafni ichini ochamiz. Umid qilamanki, yo'q, bu yerda umuman yashasa bo'ladi rostdan ham. Ha, tom xalaq beradi, lekin verstak bor, yotish uchun to'shak bor, qog'oz upakovkalar va do'stlar, svejiy ovqat va qanaqadir kimdir. Tak, aziz kundalik, men bugun uyni tomda yashayapman. Qandaydir o'yinchini Jennerson kimdir kundalik yozgan bu yerda va yana do'stlar, buni qaranglar, svejiy sgushonka va yana Coca-Cola qo'yil do'stlar va kirka temir emas, yog'och kirka. Pastdagi men uyimda yashagan ana u jitel bor edi-ku, temirchi, ana shunday ham bor edi. Xuddi shunaqangi kirka. Hozir undan so'rab ko'ramiz. Mana bu yerda xullas kim bilmasa, bir jitelni topgandim, aytgancha mana sandig'imizni tagidagi joy va ochiladi, lekin yopib qo'yish kerak. Xullas biz boramiz, hozir o'sha jiteldan so'raymiz, balki o'sha qilib olgandir, bilmadim, juda ham kimdir uyda yashirinib yashashni yoqtirsa kerak-da. Hozir boramizda so'rab surishtirib ko'ramiz, qani nima bo'ldi ekan deb, balki shu bilar. Xo'sh, jitel temirchi nima qayoqqa g'oyib bo'ldi yoki o'rmonga qarab ketib qoldimikin oxiri? Bo'lishi mumkin, lekin men xohlamagandim. Endi nima qilaman? Hayronman, lekin menga bu do'stlar umuman yoqmayapti. Tak,
olib tashlashimiz kerak va qani o'z joyiga keltirib qo'yay. Bu safar yana ovoz chiqqanda sразу tomga chiqamiz. Bo'ldi. Bu endi aniq, bu umuman obsujdeniyega berilmaydi. Ha, ovoz chiqdimi sразу o'sha yerga ko'tarilamanda videoni yoqaman. Mana bu mikrovolnovkani esa bu yerdan olib tashlash kerak, yoqmayapti ikkita turgani va nima buni qo'l bilan sindirsa bo'larmikan? Qiziq do'stlar, qani plitani sindirishni mumkinmi? Na qo'l bilan. Menimcha, ha, buni qaranglar, buzilyapti. Qo'l bilan sindirsa bo'lsa kerak va yo'q, nima uchun bu kun bunchalik omadsiz? Yo, axir meni qimmat plitam, yana borib sotib olishimga to'g'ri keladi. Men o'ylaganimki mikrovolnovkada sinadimi deblik. Yo'q, sinmas ekan. Endi hamma mebelni faqatgina kirka bilan sindiraman, nima bo'lsa bo'lgani. Lekin boshqa sinmasin, iltimos, meni mebellarim, chunki shundoq ham ko'p pulim ketdi.